Turni davom ettiramiz. Sadiya, dunyoda o'zi sitrus mevalarining 100 dan ortiq turi bor ekan, biz lekin 10-15 turni bilamiz xolos. Va ular orasida keng tarqalgani bu banan hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda banan bir yilda 150 million tonnagacha yetishtirilar ekan va eng ko'p eksport qiladigan davlatlar sifatiga Hindistonni, Braziliyani, Filippinni, Indoneziyani kiritish mumkin ekan. To'g'ri, Suhrob, lekin bilasizmi, banan iqlim tanlaydi. Ya'ni banan o'sha issiq hamda nam havoni yaxshi ko'radi. Shuning uchun boshqa mamlakatlarda uni sifatli qilib yetishtirish biroz mushkul. Fikringizga qo'shilaman, lekin bizning tajribali dehqonlarimiz ham bu ishni uddasidan chiqishyapti. Masalan, yurtdoshimiz Alijon Jamilov 50 gektar yerda 400 tup banan yetishtirdi. Quvonarlisi, hosil ko'zlanganidan ham yuqori. Bu juda yaxshi natija. Demak, bu haqda yanada batafsilroq hozirgi lavhamizda ko'ramiz. Marhamat. Banalarimiz уже bozorga tayyor bo'ldi. Hamma narsani yetkazsa bo'ladi O'zbekistonda. Banan poyasi daraxtga o'xshab ketsa-da, bu bir-biriga zich yopishgan barglar to'plami ekan. Dunyoda eng ko'p yeyiladigan mevalar ichida banan ikkinchi o'rinda turadi. Bugun biz ham banan yetishtiradigan issiqxonada turibmiz. Issiqxona 50 gektarlik. Birinchi shunaqa gullar ochilganidan keyin gulning ichidan kichkina shunaqa bananlar o'sib chiqadi. Gulining ham o'ziga xos hidi bor va bularni turli xil taomlarga qo'shsa, o'zgacha ta'm berar ekan. Alijon aka, banan yetishtirishda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Issiqxona bo'lish kerak. Qish kuniga yozda o'z hovlida ham bo'laveradi. Ekiladi, ekilgandan keyin 8 oy yo 1 yilda hosil beradi. Mana hozir ikkinchi hosilimiz. Birinchi hosilni kesib sotilgan, bu ikkinchi hosilga kirgan. Mana shu gullagan osilib 20 kilo, 25 kilo bo'ladi. Mana shu ochilib, bananga aylanib cho'zilib 20 kilo, 25 kilo bo'ladi, xudo xolasa. Vaqtida suvni berishingiz kerak ekan. Bagini haftada bir marta oddiy shlankada yuvib chiqiladi. Yuvmasa chang o'tirib qolib kasallik olib keladi bu narsa. 4 tadan qoldirsangiz, bunisini pishgandan keyin uziladi, teridan kesiladi, keyingisi 3 oy ichida hosil beradi. Ketma-ket uzlanib ketaveradi. Yozin qishin hosil beradi. Demak, bir marta hosil bergandan keyin tagidan kesib olinar ekanda. Kesib olinadi. Masalan, mana yengilga olingan, kesib olingan. Keyingisi mana o'rtadan gulni chiqaradi. Bu chiqargandan keyin bu hosilga kiradi. Mamlardan elakka olib ko'chat qilsangiz bo'ladi. Boshqa sotish uchun. Mana misol uchun mana shu bananlar mana soy yotibdi, ko'ryapsiz. Xudo xolasa. Mana Korolevskiy ko'ryapsiz, bo'yi 1,5 metr, 2 metr bo'ladi. Bozorda уже tayyor mana. Qayerdan bilasiz tayyor bo'lganini? Shu uchun bunday qarasangiz qirsib sinadi, уже tayyor. Kattaligini ham ko'ryapsizmi? Nimaga yashil bo'lgan payt olinadi, sariq bo'lgan payt emas, Alijon aka? U joyida sarg'aytiradigan bo'lsa, pishib ketib qoladi. Salafan qop kiygizib ikkita olma solsangiz, sarg'aytirib olsa bo'ladi. Bir 3 kun, 4 kunda sarg'ayib beradi. Uni biz ko'kligicha olib turib, salafanga solib sarg'aytirib sotamiz. Ekkanimizga 1,5 yildan oshgan bo'lsa, birinchi hosilni oldik. Mana shular ikkinchi hosil. Noyabr, oktyabrlarga bo'lib qoladi, xudo xolasa. Bu ham o'sha navidanmi? Xuddi shu novdan, Korolevskiy hammasi bir xil ekilgan nov. Yonidan bolalab ko'payaveradi bu narsa. Qarasangiz hosil beradi, qaramasangiz hosil bermaydi. Boquv zo'r bo'lsa kattalashadi. Bir qarichga bormas bo'ladi. Birinchi hosilimiz sal yirikroq bo'ldi, endi ikkinchi hosil undaqasi maydaroq bo'ladi. Bo'yi 1,5 metr, 2 metr bo'ladi. Banan shunaqa narsaki, suvni nihoyatda yaxshi ko'radi. Kuniga suv oqizib qo'ysangiz ham hech narsa qilmaydi. Faqat suv bilan oziqlanadi. Tuvakka olib 2 oy, 3 oy saqlabsangiz, ildiz otib olgandan keyin boshqa yoqqa eksangiz bemalol sotasiz. Qish kuniga misol uchun mana issiqxonamiz 10 gradusdan pastga tushmasa yaxshi turadi. Bananlar deyarli pishgan va 1 oydan keyin bularni olib, uzib, bozor rastalariga tarqatiladi. Qani O'zbekistonda yetkazsa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb ekib ko'rganmiz, eksperiment qildik. Xudoga shukr, yaxshi, yomon emas. Bu birdaniga hosil bermay, ketma-ket pishadi. Karibga solib bozorga olib chiqamiz. Kilosini nech puldan sotyapsizlar endi? Bu 25 ming, 30 ming bo'ladi. Sal qimmatroq yuradi. Buni ko'krog'i ham shirin bo'ladi-da. Kavindishlar endi bilasiz, yirik banan bo'ladi, chet eldan keladi, dorilanadi misol uchun. Bu o'zimizni O'zbekistonning quyoshda bitgan banan deydi. O'zimiz ekanmiz ham odamlar hayron qoladi. Bizda ham banan yetkazsa bo'ladimi? Shunaqa. Faqat issiqxona kerak bizga. Faqat mana shu
qishimiz demasangiz hamma narsani yetkazsa bo'ladi O'zbekistonda. Yaxshi hosil berganini ko'rib odamni ishlagani kelar ekanda. Endi misol uchun qiziqaman o'zim sug'arib ichida yurib qarab qasinsi pishdi qasinsi pishmadi. Sinib ketmasligi uchun mana ipga tortib qo'yganmiz. Og'irligini ko'taramiz uchun. Mana shu banalarimiz уже bozorga tayyor bo'ldi. Sekin buni kesamiz. Buni nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Barglarini ham kesib tashlar ekansizda. Baylarni kesib ochiq tashaladi, tozalanadi. Keyin tanasini ham kesib tashlaysizmi? Mevasini olgandan keyin. Tanasini mana shu yerdan aralab tashlaymiz, ustiga tuproq tashlab qo'yamiz. Mana qo'lingizga tegmasin, qo'yib qo'yadi. Mana shu kesilgan holati Anjon akani aytishlaricha, banan kesilgandan keyin shirasi oqsa, qo'lingizga yoki kiyimingizga bu dog'lar ketmas ekan. Shunaqa. Mana. Puchog'ini ko'rdingizmi? Mana bananlar. Chiroyli pishirgan. Chiroyli qilib kesish ham bir san'at ekan. Buni endi paketlarga solasiz sarg'aytirish uchun? Paketga solamiz, ichiga olma tashlab qo'yamiz. Sariq olmadan 3-4 kunda tayyor bo'ladi. Keyin bozorga olib chiqasizlar. Keyin bozorga olib chiqamiz. Tinib tinchimas dehqonimiz nafaqat banan ko'chatlarini parvarishlab mazali hosil yetishtirmoqda, balki tropik iqlim sharoitini talab qiladigan avokado va papaya kabi noodatiy mevalarni ham muvaffaqiyatli o'stirib kelmoqda. Bananning orqasida papaya daraxti ham bor ekan. Papayani biz shu Navoiydan olib keldik, uni ham ekuvdik. Faqat issiqxonamiz sal pastlik qildi. Unga bir 6 metrli joy kerak ekanda. Yaxshi, yeri hisob yotdi. Bola chaqa yedi. Ularni ham bozorga chiqarasizmi yoki o'zingiz o'ylab? O'zimizdan ortmaydi u. O'zim grejasi bor odamlarga juda foydasi katta. Bir ko'rsasangiz Arjun aka. Mayli, bemalol. Hozir necha tup ekilgan shunda papaya daraxti? O'zi aslida 20 tup edi. 20 tupdan hozir bilmadim. Sanaganim yo'q, barakasi tushib ketadi degandek. Ikkinchi hosil bu ham. Birinchisi maydaroq bo'ldi, qizil bo'ldi. O'zimiz olib yedik, yaxshi yomon emas. Mazasi yaxshi, Xudoga shukr. Xalqimizda yerga boq, yer seni boqadi degan naql bor. Albatta, ana shu shiorni yuragiga muhrlagan tinib tinchimas qahramonimiz o'zining halol mehnati, sabr-toqati va fidoyiligi bilan ro'zg'orini tebratmoqda. O'stirilgan ko'chatlar va meva va sabzavotlar bilan nafaqat oilasiga baraka olib kelyapti, balki yurtimizga yangi agro yo'nalishlarga yo'l ochmoqda. O'zbekiston vaqti bilan dasturi davom etadi.